Farg'onadan yetib keldi akamiz. Nasib bo'lsa anjumali bir katalizatorni qo'yib beramiz. Assalomu alaykum TikTok, assalomu alaykum YouTube. Xo'sh, qarang, bu videoni o'tkazib o'rmang. Eng qizig'i bu. Udari. 680 kilometr Farg'onadan Navoiy shahargacha. Biz O'zbekiston. Shuncha yil bosib, bugun bayram, Navro'z bayrami kuni. Mana shu akamiz shu videosini ko'rganlar, mana shu videoni YouTube'ga qo'ydim. Bitta katalizator taxlab Malibu 1 kiydi. Malibu 1 3-pozitsiya ekanda boshlar. Shu katalizatorni ichini olib qo'ygan ekanlar. Mani mashinamga qo'yib bering dedilar, men bu yergacha yetib kelmadim, kuchli dedim. Lekin mana taqdir qilgan ekan, bugun bayram bo'lsa mana kirib keldilar. Hozir qo'yib ishlatib ko'rsatib beraman nasib bo'lsa. İçi nerjivkalar qilingan. Cho'tka udardan. Bayram amalaringizga muborak bo'lsin. Mana shu Malibu 1. 3-pozitsiya dedingizmi buni? Ha, 3-pozitsiya. 3-pozitsiya. Mana bobong o'zlari shu kishi yozasizlar. 3-pozitsiya avtomat. Mana qo'ygan. Ha? Bittamidi? Bir tomoni bo'ladi-da, buyog'i bo'ladi-da. Buni yozib bo'lmaydi. Mana shu mashinaga hozir shu katalizator mana videosi chiqdi, shuni qo'yib ko'rsatamiz nasib bo'lsa. Inshaalloh. Inshaalloh deyaptilar mana. Farg'onadan yetib keldi. Bayram kuni bugun kelmang dedim, qaramabdilar-da lokatsiya. Bayramga, Navro'zga podarka bo'lsin. Shuni. Katalizator tekshiramiz. O. Qarang. Podpiska qilyapti, qarang, podpiska bosinglar. Shunchalarmi? 15 kechalar. Mana qarang. Ha, uni poq-poq qiladimi, ichida narsa bor. Buni sen qarang. Dash boshqacha. Mana buniki. Shunaqa. Boshlaymiz hozir. Bitta ovozini eshitaylik shuni. Bobos. Bitta bosing. Gaz bosing. Ya bo'ladi. Gazlamang, shunday normal, malni turib. Bacha, u odam bachalarga qarayapman, butun ekanmi? Qolgan bachalarni ovozini eshitib ko'rdim-da. Qilib beradi deysiz-da. Albatta, bugun bumerangda qaytadi. Shuna olganda Mendan bo'lmasam boshqasidan qaytadi bunga. Buni qarshi. bu xafa. Bu allaganlarda, bu allaganda mana bu katalizatorda boshqa joyga yuborganlarda ichini olib, ichiga turba qo'yib yubordilar. Hozir shu baq havas ketgan bu katalizatorchani qo'yib beramiz-da. Buni olib qolamiz. Pulni qimmat katalizatorda izlayvermang. Mana shu videoni ko'ring. Katalizatorchasini olib qo'yamiz. Mana. Biron tadbirkorlar nima qilgan deydi-ku. Buni ichini olib qo'yganlar, mana turba qo'yib yuborganlar. Jaranglar. Buni qilsangiz, Ba'zi YouTube'ga chiqaradi buni. Ko'p videosi. Matizniki bor, Cobalt'niki bor, Lacetti'niki bor, Malibu 1'niki bor. Ko'p ekan. Nexia'lar ham bor, ha? Ben ko'rdim. Ha, ko'rdim. Hozir bak. Olib beramiz ham? Bizda mana qo'yib beramiz. Shu ichini nerjivka qilib taxladik-ku. Shuni qo'yib beramiz o'zi kishiga. Bu o'ziniki qoladi. Endi o'zini taxlaymiz, yo'l uzoq. Ro'zavoy tembalar azob etiladi.
Bu o'zi asli shu mashina uchun taxlangan edi bir oy naryoqda. Zakaz edi. Zakaz edi, o'sha zakaz endi qo'yilyapti. Yoshirib qo'ydik buni shu. Ha. Seyfini bir chekkasiga yashirib qo'ygan edi. Usta akamiz mana hozir shuni o'rnatib beryapmiz. Siz yaxshi ma'ruza qildingiz. Biz qilaylik-da ma'ruzani. Ha. Ha. Ya churillamayapti lekin. Mana kim biladi mana shu Malibu birda o'rtasiga mana shu yana bitta katalizator borda, endi unisini ham bo'shatgan ekanlar-da. Men xabarim yo'qdi, hozir qilib beramiz desa, go'li uzoq ro'za tutganlar bu kishi. Ancha vaqt ketadi-da. Asos kerakligiga qilib beraverdim. Usta ekanda u ham. Keyin bildikda, endi mashina kelgandan ko'rdikda. Churillaganda shu yoqda. Ha, zo'r. Lekin baribir ichi yo'q mashinada. Bunlar mo'yshalar kuyapti. Ha, bu yoki jips qo'ygan kirdi. Ha? Jips. Ha. Jips ana bo'liblar jips nima qilib qiziga bosib kuyapti-da. Ha, olgaydi çok tomchiganimi? Mana ber. Yana uyutgani quygan edingiz, ha? Ha? Yumshatgani bu. Ha, o'sha kuy mana qarang, mana beri bit ko'rinyapti mana. Ha, bitta nima qoladi. Kuyib oladi. Kuygandan keyin yo'qoladi. Ko'p videoni cho'zib o'tirmadim, qisqaroq qilib ko'rsatdim sizlarga. O'shani endi quyib ko'rsatib berdik-da. Shular qaytib ketdi, nasib bo'lsa kommentariyani kutamiz endi akamizdan. Hozir yana o'sha 680 kilometr qaytib uyga ketdilar, nima bo'lganini aytib beradilar-da. Xo'sh, podpiska qilib qo'ying. Fikrlar bo'lsa yozib yuboringlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, shu Malibu birda katalizator videosi bor shu kanalga. Agar svarchik do'stlarimiz bo'lsa, mana shu ko'rib yangi stilga taxlaganman. Boyagi avval struchka qilib taxladik. Bu ham umr uzoqda. Bu juda men o'zimga yoqdi-da. Sifatliroq, effekti balandroqda. Shunaqa qilib taxlasanglar bo'ladi qo'lga. Arzon. Bu 1.800.000 2 millionga katalizatorga pligma gazetini olib qo'ymaysizda. Qo'lga taxlaysiz, yuraveradi, shu shovqinni yutadi. Shum yo'q bo'ladi. Xo'sh. Eng keragi boyagi ichiga parmacha qo'yganmiz. Kollektordan chiqadigan alangani bachokchani ichiga uradi-da, alohida so'ndiradi. Gulishni sistemani kuyishdan saqlaydi-da. Bachokcha ham umri uzoq bo'ladi. Ichiga stiklovata qoplama qilingan, shumni yutish uchun. Bo'lmasa bachokchani o'zi ham kuyib tamom bo'ladi.